Bugungi qahramonimiz Lola Sobirovani balki tanimassiz, ammo uning qalamiga mansub she'rlari, qo'shiqlar orqali xonadoningizga kirib borgani aniq. Muhojir ayolning she'rlari o'zbek primadonnasi bo'lgan Yulduz Usmonovaning nazariga tushadi. Undan keyin boshqa xonandalar ham u bilan hamkorlik qilishni boshlaydi. Rossiyada qora mehnat bilan shug'ullanuvchi ayol bugungi kunda o'zbek shou biznesidagi eng talabgor ijodkorga aylanadi. Topaman, topaman, topaman. Seni baribir topaman. Yonaman, yonaman, yonaman. Ishqingdaman, yonaman. Toshaman, toshaman, toshaman. Paymonamdan toshaman. Yonib, yonib bir kun jonim seni topaman. Aslida qo'shni ekanmiz. Ha. Buni bilganimizga ko'p bo'lgani yo'q. Juda qiziq voqea bo'ldi. Lokatsiya tashlaganingizda juda qiziq holat bo'ldi. Xuftonda o'qib bo'ldimda, shu qiz lokatsiya tashlayotgan bir ko'raychi, necha minutlik yo'l ekan. Bitta yoqsam, "Вы прибыли" deydi. Qanaqasiga? Men uyimda o'tiribman, men uyim lokatsiyasini tashlamadi bu. Bunda hayron bo'ldim, sizga yozdim. Qarasam, atila o'zim lokatsiyamni tashladim keyin. Yozsam, bir xil lokatsiya edi. Qanday bo'lishi mumkin? Shu atrofdami ekan, shu domdami bo'lishi mumkin emas bu domda. Chunki bu domda yangi oldik, endi ko'chib keldik-da yangi yildan keyin. Qanaqasiga deb keyin sizga telefon qilganimda, ha, ikkinchi etajda bizga ayting, ha, ikkinchi etajda ofis ko'rgandim, birinchi etaj katta magazin, ikkinchi etajda qanaqadir ofis bor ekan deb o'tib ketgan edim. Juda ham qiziq holat bo'ldi, chunki men astodil yarim soatmi ekan, 40 minutmi ekan deb probkalarni hisobini olib turgan bir paytimda o'zim ikkinchi etajimda bo'lib qolman, 13daman, siz 2da. Haligi gap bor-ku, nasib qilsa Allohning o'zi eng to'g'ri va oson yo'lni ko'rsatadi deyishadi-ku. Qarang, mana shu suhbatni ancha avval siz bilan qilishni niyat qilganman, lekin o'sha paytda konsert oldi. Sizni yugur-yugurlaringiz, ishlaringiz ko'payib ketdi. Siz kela olmadingiz, kerak vaqtda men siz bilan bog'lana olmadim va vaqtimiz bo'lganda qarangki, manzillarimiz ham bir nuqtada tutashdi. Juda ajoyib. Bu nasibamiz qo'shilgan. Xush kelibsiz yana bir bor. Lola opa, yuqorida aytib o'tdim, siz bilan suhbat qilgim kelgan avvaldan deb. Nima uchunligi juda qiziq bo'lsa kerak. Sizni shoira sifatida juda yaxshi taniymiz, lekin sizni yaqindan bilgan insonlar biladiki, sizni oila a'zolaringiz orasida adashmasam ijodkorlar yo'q. Yo'q. San'atga yaqin insonlar-ku umuman yo'q. Yo'q, umuman. Qayerdan kirib keldingiz bu olamga? Alloh shu yo'lni berdi. Men yoshligimdan o'zi san'atni hali shaydosi emas, jinnisi bo'ladi-yu, shunaqaman men. Muzika bo'lsa, qo'shiq bo'lsa joyimda o'tira olmayman. Hali bir narsalar qilib o'rgim kelib ketadi-da, ichimdan bir ovoz aytadi. Keyin bir Yulduz Usmonovaga muxlis bo'lgan paytimda Balandshohda qizil olma pishgan ekan deb chiqqan paytlar, men 12-13 yoshar qizcha bo'lganman. Mana shu hovlida ish qilayotgan bo'lsam, televizor baland qo'yib, Yulduz uchun baland qilib qo'yib qo'yardim. Yugurib kirib, ashunday o'tirib ko'rardim-da. Bir kuni nima bo'ldi? Uyda o'tirdimda televizorda yoqib oldim. Olmalar haqida gap aytyapman, tavba. Ishoning, mana shu dasturxon, shu ro'za Ramazon kunida aytyapman. Yotib turib, qani edi hozir Yulduz Usmonova chiqsa-da, Balandshohda qizil olma pishgan ekan, shu olmalarning orasida shu ashulani qo'ysa-da desam, ishoning, shunday kesdi. Ashatda Yulduzni qo'shig'ini tap qo'yib yuborishganda, men ashatda o'tirib o'zimdan qo'rqib ketganman. Alloh o'zingga shukr, shu hali go'dakman-da, endi men nima hali kimdir xo'rozqand xohlaydi, kimdir jvachka, kimdir marojna, men shu Yulduzni chiqib shu qo'shig'ini aytsa, men mazza qilib uni tomosha qilishni xohlagan ekanman-da. Mana shunda birinchi bir boshqacha nima bo'lganman. Birinchi Allohdan so'raganim minutiga o'tmasdan paydo bo'lganda. Bu tasodif, yo'q, men tasodif deyman, hammasi Allohdan. Alloh bermasa siz bilan biz uchrashmas degan nasib. Chunki o'g'ildan istagansiz. Shuning uchun chin qalbdan istaganim uchun Alloh menga o'sha kuni 13 yoshimda birinchi o'sha o'zim xohlagan kichkinagina bir qo'shiqda xohlaganim shuni berdi. Endi u kimga aytishimni bilmayapman-da, chunki to'g'ri keldi-ku shu narsa. Men hozir so'rovdim, anaqa bo'ldi ham deya olmayapman. Endi tomosha qilib o'tirganman, giloslar pishgan, olmalar pishgan paytida, olmani daraxti ko'rib turib, g'ir dehqonlarni ko'rsatib turib, men tush ko'rpam hozir Yulduzni qo'yib yuborishadi. Men uchun endi bu bir u paytda DVD yo'q, disk yo'q, telefon yo'q, o'zi yaxshi bilasiz. Faqat televizorda qo'yganini ko'ramiz, hali rekord degan черно-белый televizorimiz bo'lardi, bu rahmat edi, o'shani ko'rib o'tirib. Shu birinchi marta shu narsaga boshqacha bo'lganman. O'zi qanday oilada o'sgansiz? Oddiy ishchilar oilasi. Oddiy oila, dadam televizor, bunaqa antena, mana shunaqa tuzatadigan, elektr tuzatadigan bo'lgan, lekin, kстати, men ham shunaqaman. Tuzatadigan bo'lganlar.
rahmali shu o'tib ketganlar avariyada. Juda kichkina bo'lgan ekansiz. Ha, biz kichkina bo'lganmiz. Qizlari hammamiz mayda-mayda bo'lganmiz. Shu o'tib ketganlardan keyin bizni buvim hovlisiga endi bir aytib o'tganman, buvim hovlisiga jo'natib yuborishgan, haydab yuborishgan. Endi bu odamlar o'tib ketdi endi. Hali birovga kaltak qilib aytishga hojati yo'q, yumshoq qilib ayta qolay. Agar bir 15 yil oldin, 10 yil oldin olganingizda men bir chiroyli kaltak qilib gapirib berardim. Endi u odam o'tib ketdi. Hammamiz bir kun boradigan joyimiz shu, kimdir xato qiladi, kimdir savob ish bilan o'tadi. Shuning uchun bu hovlisiga borib o'sha yerda yashadi onam, hamma bolalarni bag'riga bosib. Biz endi haqiqiy bir qiyinchilik davrida o'sganmiz-da. To'rt bola, 5 tamiz. 5 farzand bilan yolg'iz qolgan ayol. Qiyinchiligingiz asosan moliyaviy bo'lganmi? Ha, endi asosan moliyaviy, chunki u paytda u darajada och qolish bo'lmas edi. U paytda qandaydir bilmadim, endi yoshligimizda kolbasalar, bir narsalarga to'yib katta bo'lganmizda. Masalan, hozir menimcha hozir kolbasalar to'q oilalarda uyda bo'lsa kerak, menimcha. Kambag'allarda oldi. Lekin biz shunaqa paytimiz bo'lgan, oddiy xlebni shakarga botirib ham zavtrak qilib ovqatlangan paytimiz ham bo'lgan. Endi bir ona 5 ta bolani bu hazilakam narsa emas. Mana men o'zim ikkitasini katta qilib, oyoqqa qo'yib, uzatib, uylab, nevaralar 5 to'ylan qilib bo'lib, hali to'g'ri, menga endi men shuncha xudoga shukr shu paytgacha Elardog'iga kirdik, ozmi ko'pmi ish qilib qo'ydik, ozmi ko'pmi qo'shiq yozdik, ozmi ko'pmi tanish orttirdik. Ko'proq tanishlarimiz bizni san'atkorlar ichida, shuning uchun to'yimiz ham chiroyli o'tadi, alhamdulillah. Beshi to'ylarimiz, yig'inlarimiz ham juda chiroyli o'tadi. Endi u paytda onam hech kim Allohdan boshqa yordamchisi bo'lmagan. Opa-singillari hammasini o'zini eri, o'zini bola chaqasi bo'lgan. Juda qiynalgan bir sharoitda katta bo'lganmiz. Lola opa, shoirasizda baribir tasavvur olamingiz keng. So'z boyligingiz, tasavvur olamingiz keng. Aynan o'sha bolalik deganda ko'z oldingizdan aynan qaysi tasvir o'tadi? Bolalikdagi qiyinchiliklaringiz. Bolalikdagi qiyinchilik. Voqea qilib aytib bera olasizmi? Voqea qilib aytib bera olasizmi? Voqea qilib. Bolaligimizda bir o'sha otam o'tganlardan keyin biz bu hovlisiga kelganmiz. Kelganimizdan keyin endi tog'am, bolalari bor. Alohida uy qilib chiqib ketdi ishda onamga. Keyin o'sha paytda hozirgi garchi ko'pda 21-maktabda men o'qigan bo'lsam, o'sha Tereza bozori bor hozir. Hozirgi paytda aytay, hozirgi bor. Tereza bozorining oldida yangi domlar tushgan o'sha paytda. Men endi maktab qizchasiman. Yangi domlar tushgan. Ayam kimdir aytganda o'sha Garspalkom nima deydi hozir, hokimiyatmi? O'sha paytda Garspalkom bo'lardi u paytda. Ayamlar endi o'sha yolg'iz ayolni o'chirtga uyga anaqa ham yozishgan, lekin berilmay turgan vaqti bo'lgan, berilmagan endi men bilishimcha. Keyin ayam o'sha bitmagan uyga kirib olganmiz. Biz hamma bolalar bilan ayam bitmagan uyga kirib olgan. Nimasi bitmagan? Sveti yo'q, suvi yo'q, gazi yo'q. Endi faraz qiling, qishni qahratonida kirib olganmiz. Uyda hech narsa yo'q. Na gaz bor, na suv bor, na ovqat bor. Lekin svetimiz ham biz mana ikkita pod'ezd, bitta pod'ezdda bu tomonda uyda biz turganmiz, 2 xonada, bu tomonda 3 xonada butun shu domda qorovuli yashagan oilasi bilan. Uni uyda svet ham bor, suv ham bor, gaz ham bor, chunki u qorovillash kerak-ku, oilasidan ko'chib kelgan. Endi ular bizga issiq ovqat kirgizib turadi, ular bizni hali svet anaqa qilib turishadi, berishdi, svet berishdi menimcha. Bitta endi yoshmanda, bitta qiz o'rtog'im, "Yur, bizga boramiz, biz yangi dom oldik" deb, endi u paytda keldi. Kelsa, "Uylaring sovuq ekan. Yo'q, to'xtab tur, hozir isiydi uyimiz" deb. Hech esimdan chiqmaydi. Plitaga nimani qo'yibman, choynaydi. Gazga qo'yasiz choyni. O'sha rossiyskiy choynaylar bo'ladi, qo'yibman. U choyni istaman, oyog'ingni qo'y, isiysan. Ikkalamiz bola bizda, ikkalamiz haliginga oyog'imizni qo'yib, shunday qo'yib isitib, o'shanda biz isinibmiz. Endi u meni rohatlangan paytim bo'lgandir-da, endi men hozir o'zim hatto nechinchi yilligini eslolmayman hozir. Sinlarim yoshida. Endi haligini maqtanib, endi desa ham bo'ladi, yo bir ko'z-ko'z qilgan holatda yangi uyimiz bor, ketsa, uylaringda svet yo'q. Yo'q, svet bor, ani tog'adan olamizda, bitta hali tushmagan. Endi hali taslim bo'lgim kelmayapti. Bu bizga bu berilmagan uy, biz nagli kirib o'tirib oldik degan narsa yo'qda. Endi maqtanyapman. Yo'q, bu bunaqa mana spalnimiz, mana zalimiz, mana oshxonamiz. Men aytdim-dek, sen oyog'ingni siz, oyog'ingni qo'y. Soqatmadingmi, ana isidingmi deb ashta qilib o'tirgan paytimiz bo'lgan. Bir narsani eslayman.
unda kichkina ukam yo'q edi. Biz o'sha onamni birinchi oilalaridan 4 ta qiz biz. Qator joy solib yotibmiz. Onam shov kombinat bilasizlar, Yulduz opam buvilar, onalari ham o'sha yerda ishlashgan. Shov kombinatda onam ishlardi, bunaqa metalni narsa qilib. Smenali edi, 12:30 da kelishlari kerak edi. Men yotibman, opam ikkita singlim o'rtada. Ikkalamiz ikki chekkadan ikkita singilni o'rtaga olganmiz. 74, 76, 78, 80. Shunaqa 2 yoshda farqimiz. Yotibmizda, opam aytibdi, "Lola, sovqatyapsan, ha, sham qo'yib qo'y boshingga" dedi. Sham qo'ydim. Shu sham isitish kerak ekan. Opam u boshiga sham qo'ydi. Ikkalamiz uxlab qolganmiz. Men shunday qilib, haligi sham yiqilgan, ko'rpalarni yondirgan. Biz hammamiz tutunni ichida qolib ketganmiz. Haligi servant deymiz, u paytda servant bo'lardi. Servantni namda sovuqligi uchun, ko'rpalar namligi uchun yonmaganda tutagan. Yine hali qorovul kishi qilib hidasa uydan qattadir kuyindi hidi kelibdi. Dadasi nima bo'lsa, yo bizda bas qo'shni tinchmikin, bolalari o'zi kombinatda ishda bo'lsa, Hikoytepa deganda shunday eshik birov taraq taqillatyapti. Endi ko'zimizni ochsak, uyni ichi tutunga to'lib ketgan, manatimga achchiq tutunlar tiqilgan. Borib hali chelakda suv bo'lib, chelakda suvni ichyapman, mana aytdi, nimani yo'qotdi. Eshik do'stim, "Kiringlar, tez kiringlar bolalarim" deb bizni o'zini rosa o'sha qorovul endi kishi u paytda yoshi katta edi, o'lvanib ketgandir, balki tirikdir, bilmayman, Alloh rozi bo'lsin u odamdan. Hammamizni to'ralar qizlar shetga olib kirgan. Keyin ayam kelib, "Voy, rahmingizga bugun meni yig'latadigan kun bu hali hech qayerda aytilmagan." Ayam hali ko'rpalarni olib, endi biz kichkina bizda hammamiz uyga qamashgan issiqqinadi. Onam o'zi haligini olib qor, ko'cha bir oldin bilarsiz 1 metrlab qor yog'ardi. Qorda hali ko'rpani yonib ketmasin deb endi hammasini ishqalab chiqyaptilar. Ko'rpa, sholcha bo'lardi. Palas gilomlar bo'lmas u payt, balki bizda bo'lmagandir. Sholchani ham qilib mashnaqa, hali bilasiz-ku yonsa. Bir aynadamdek qarab olsam, onam yig'lab haligini o'chiryapti-da endi. O'zi birov ham emas, davlat uyini buzib kirib olganmiz. Yana haligi yong'in, endi yana 4 ta bola uning ichida. Yana ham Alloh asragan ekan deyman, birartamiz bir bunaqa bo'lib, yo hali tutun yutib bir narsa bo'lib qolmadik. Xullas hali kishi olib kirib, hammamizga qatiq ichirdi, suv ichirdi. Uning ichida onam bechara haligilarni yuvib, artib, nima bo'lmasin deb o'tini o'chiryapti-da. Keyin o'shalarkida qoldik bir kun. Kirmadik o'zimiz uyimizga. Oynalar ochib tashlashdi, hamma yoq ozgina havo almassin deydi. O'shanda bas ekan. Keyin biz ertasi kuni hokimiyatdan garsbalkom deymiz, kelib uyni pechatlab qo'ydi. Onam 4 ta bola bilan ko'chada qoldi. Keyin onam yana buvisining uyiga qaytib bordi. O'sha buvimi katabimiz uyiga, Marg'ilonga. U ham o'sha kirgil naqasida, hech qancha emas oramiz. 3-4 ostanovka xolos. Qo'yliq bilan resivida orasi desa ham bo'ladi. Keyin bizni hokimiyatga chaqirdi. Ayam bordi, men 4 ta bolam bor, men qayerga boray? Erim o'lib ketgan. Onamning uyida akam bor, bola chaqasi bor, endi tog'amiz. Bola chaqasi bor. Men uyga sig'mayman 4 ta bolam. Bitta bola bo'lsa sig'ish mumkin, o'zingiz bilasiz. 2 ta, 4 tani buncha qarindosh urug' sig'dirmaydi-da, 4 ta bolani. Shunaqa yig'ladilar, boshqa qildilar. Keyin uyimizni pechat qilib qo'yganda eshikni ochamasam, pechat ashitda turib yig'lab o'zimga o'zim aytgan ekanman. Endi unda kichkina qiz hali bir kuni shu uyda onamga olib beraman deganman. Ana shu pechatlab bizga kirgizmagan uyda onamga olib beraman, xuddi shu uyda deganman, lekin hali uyda sotilyapti deb eshitmaganman. Ko'p bordim, ko'p harakat qildim. Lekin aynan o'sha uyda odami bor. Endi bir narsa deya olmaysiz, birovni haydab chiqara olmaysiz. Keyin ko'chimizga olib kelib, o'sha yerda baraklar bo'lardi. Endi hozir barak qanaqa deb nomlanadi bilmayman. O'sha yerga olib kelib, shunday tashashda olib eshikni qulflab qo'yishdi, u yoqqa kirgizishmadi bizni. Keyin shu bilan onam atga bordi, batga bordi, uy so'rab bordilar. Rosa qiynalmagan onamning kuni qolmadi. Men hozir onamni bunday qilib aziz qilsam hamma havas qiladi. Sizlar yoshligida onam qiynalganini ko'rmagansizlar-ku. Bu ayol 4 ta juchug'ini tishlab, bo'rilarga yem qilmasdan, shakallarga yem qilmasdan, kazyollarga yem qilmasdan, mana shunday qilib hammamizni oq yub, oq tarab, oppoq qilib, oq fataga o'rab erga berdi hammamizni. U ag'dagi qiyinchilik ko'rinmaydi-ku, hech kimga ko'rinmaydi. Sizni masalan, meni ham hozirgi yutug'im ko'rinadi odamlarga. Orqamdagi qiyinchilik kunim hech qachon ko'rinmaydi. Bitta menga bas hech kimniki ko'rinmaydi. Keyin o'shdek qilib
o'sha baraklarda yurdik, ijarada yurdik, qiynalib, keyin bir kuni ayam u ishxonadan FNPZ больницasi bor, o'sha yerga приемный отделениесga ishga kirdilar. Приемный отделениесga ishga kirganlari shu kasallarda qabul qilishadi, joylashadi. Keyin o'sha yerda mani qizlarim ikkitasi buvisinikida, men bilan opam hovlida yuramiz. Endi katta qiz biz, domda turmaymiz. Kichkinalari bog'chaga olib kelaman menda degan ekanlar. Keyin bizning ishxonada yozing ariza, семейный общежитие bor, ya'ni oilaviy yotoqxona mavjud bizda. Qishloqdan kelganlar, ko'p boshqa viloyatdan kelganlar shatda anaqa qilishadi. Keyin ayam ariza yozib, endi ishonasizmi, o'zi bitta xona bergan, katta xona. Endi u bizni qasrimiz, ishoning. Men, opa, ayam bechora uyim bor deb to'rala bolasini olib kelib oldilar. To'ralasini olib kelib, mana endi bolalarim, mana uy bizniki, mana oshxona o'pshay ekan, 8 ta odam bitta ovqatlanar ekansiz. Mana hojatxona, hammom o'zimizniki ekan. Mana koridor o'zimizniki, mana katta uy o'zimizniki. Endi bizdan baxtli odam yo'q. Shu tarzda o'sha yerda yashadik, maktabga bordik, keldik. Men Marlondan ham qatnadim bu moldalaridan. Keyin 13 yasharmi, 14 yashar qiz ekanman. Opam 16 yasharmikin. Maktabda o'tnaqaga chiqdik. Nima deydi? Kanikulga chiqdik, 3 oylik, yozgi ta'til. O'zbekcha gapiraylik, yozgi ta'tilga chiqqanimizda Vatstroy tomonda Green zavod bor ekan. Opam bilan men atda ishladik. Kichkina qiz, 14 yashar qiz, yo 13 yo 14 eslay olmayman. Opam ham maktabda, men ham maktabda. Ishonasizmi, o'sha yerda ishlab onamga pul olib keldik. Chunki biz ko'rib turibmiz, onam qiynalyaptilar-da, yana u paytda aptekalar kamligi uchun onamga dori olib kelishardi, onam dori sotardilar. Naqa приемный отделениеda ishlaydilar ko'zlari. Срочно naqa kelsa kapelnitsaga mana nima deydi? Gemadezlar bo'lardi u paytda, sariqlarga qarshi, glyukozalar, qilib shunaqa ukol, dori, mana shunaqa narsalar sotardilar. Tirikchilik endi. Keyin uni ko'rib turibmizmi, opa, qizlar ishlayapti, ishlaylik desam yur dedilar. O'zim o'sha Ran opam, ular ham Toshkentda 74-yil opam bilan kelib meni ishladik. Men bilmayman qancha ishladik, 2 oy ishladim. Endi shunaqangi charchayapmanki, sizga tasavvur qila olmaysiz. Yosh bola katta odamlardek ishlagan. Katta odamlarning ichiga kirib olib, to'lagina bo'lganman men. Endi semiz emas, bo'la bo'lganman, bo'ylarim balandgina. Bundaqa pachaq bo'lmaganman, yosh qizchaga o'xshamaganman. 16 yashar qizchasiz ishonardi. Opam ikkalamiz ishlab yotibmiz, yana olmalaridan olib boramiz, yugan Green zavodda olmasi quyilyapti. Ovalinglar qizlar dedi, olib uyga olib kelamiz. Shunday uyg'onib zo'rg'a tursam, ayam kompotlar qilib qo'ygan, ular kompotlar ichib yana ishga ketamiz. Hech esimdan chiqmaydi. Ana shatdan boshlangan ekan menda mehnatga muhabbat. Bilasizmi? Mehnatga muhabbat bor, oilaga muhabbat bor, vatanga muhabbat bor. Onaga, oilaga, umuman vatanga, erga, yorga, umuman farzandga ham yoqqa muhabbat, lekin mehnatga muhabbat umuman boshqacha. Buni uncha-munchasida ko'rmaysiz. Men bu mehnatga muhabbatni Yulduz Usmonovada ko'rdim. Ishonasizmi? Shu insonga mehnatni boshqacha muhabbat bilan qabul qiladi. Boshqacha muhabbat bilan qiladi o'sha mehnatini. Men shuning uchun ham bu ayolni yaxshi ko'raman. Xuddi shunaqa bo'lib mehnatga muhabbat o'shanda paydo bo'lgan menga. 16 yashar qizchaman. Maktabni bitirdim, o'qi yana 2 yil o'qisang, senga oltin medal beramiz degan Zafar Amirovich degan rahmatli maktab direktori bo'lardi. Katta xolami sinfdoshi bo'lardi. Jiyaning zo'r o'qiydi. Ona tili adabiyot, til adabiyotdan yaxshi o'qigan odam bilingki, she'r yoza oladi-da. Men shuni o'zimda bilganman. Men institut o'qimaganman. Men oliy ma'lumotli emasman. Men o'rta maxsusman. O'rta maxsusda ham qoyillatib o'qib o'rganim yo'q. Lekin ishlaganman, onamga yordam berganman. Mehnat mana hayot o'qitib, hayotni maktabida o'qidim. Hayotni maktabi uncha-muncha universitetingizda darsliklarda yo'q. Shuni bilasizmi? Uncha-muncha magistraturalar darsliklarda yo'q mana shu hayotni maktabi. Lekin men o'sha darsliklarda olganman. Institutga, Politexnik institutga, rektoratga, prorektorga, sekretar bo'lishga kirdim. Ana shu yerda ishlab. Institutda o'qish xohishi bo'lmadi. Bo'ldi. Lekin 8 imkoniyat baza. bo'lmadi. Menda 8-sinf, 10-sinfda o'qib keling dedi. Siz 8gacha o'qigansiz, agar siz 10-sinfgacha o'qiganingda domlam o'zi shunday kirib ketarding sen, bu kallang bilan dedi. Lekin men nima qildim? O'sha yerda o'qishga sharoiti bo'lmaganlarga Toshmamatov degan domla hozir bormikinlar, yo'qmikinlar bilmayman. Buxgalteriya kursida o'qitganlar biz. Men o'sha kursda o'qib olganman. Lekin buxgalter bo'lib ishlamadim ham. Unga men prosta hali juda ham hali bir omi bo'lib qolmay, bir nimada o'qiydi, men o'shanda o'qidim. O'sha institut qoshidagi o'sha ochilgan nima deydi, kursda aynan buxgalteriya hisob kitobida o'qib diplomimni olganman.
Bukan chiqmandi. Endi hatto o'qib she'rni yozib o'tirib, yoshligimda ham yozardim, lekin u darajada yozmasdim. Men borgan sari Yulduz Usmonovaga meni mehrim boshqacha bo'laverdi. Men bunday debman bir kuni maktabda o'tirib yozdim. Qaysidir ko'rsatuvga xat yozdim. Hali bana sizga gapirilmagan gaplarni gapiryapman. Gapirganlarim qolib ketdi. Yozdim, xat yozdim. Men Yulduz Usmonovani juda ham yaxshi ko'raman. Iltimos, Yulduz Usmonovani bitta ham qo'shig'idan qo'yinglar. Endi u paytda bilasizlar, talablarga binoan televizor, hamma televizor qarshisida, hozir internet hayotimiz. Oldin televizor, faqat televizor ko'rib o'tirardik. deb yozdim. Iltimos, shuni o'qib beringlar. Ha deb qizlar meni ustimdan kulyapti. Sen Yulduz Yulduzsan, seni xatingni kim o'qirdi deyapti. deb yozdim. U xatim ham qolib ketdi. Eshitmadim chunki u o'qilmadi. Televideniya bo'lmasam har bitta sonini qoldirmay ko'rganman. Keyin kulishardi. Keyin men bir kun o'ylabman, o'zimcha shu Yulduzning oldiga borsam, endi 18 ga kiribman, 17 ga kiribman. Shu borib shohni ham, gadoni ham bir yo'lda ko'r, bir yo'lda tashlayib bersam, men endi to'g'ri shohbasman. Endi men u paytda bular katta odamlar-da, endi qo'limiz yetmas osmondagi yulduzda u. Mana endi hozir Allohning bir mo'jizasi bilan yaqin bo'lib qoldim. U paytda, hozir bu paytda hozir ham odamlarda orzusi Yulduz Usmonova. Qo'li yetmas bir osmonda yashaydi u Yulduz Usmonova. Uni Alloh shuna qilib osmonga ilib qo'ygan bu yulduzda. Bu insonni shuna qilib yaratib qo'ygan-da Alloh. Deb shunaqa xayollarga ham borganman. Keyin 17 yashar ekanman, nimaga kelgan katta stadionga. Keyin bir qo'shiq aytayotganda gul olib, ichiga she'r yozib, mening sevgan yulduzim kuylaydi misli bulbul. Mening qoshi qunduzim san'at bog'idagi gul. Seni o'ylasam yulduz, faxrlanib ketaman. Senga uzoq umr so'rab yaratgandan yolvoraman degan 8 qatormi, 12 qatormi she'rni yozib guldorasiga qo'yib berganman. Bunday borib, bunday gulni bersam, bo'y pastgina, shiringina qizni voy, mencha chiroyli, sochlari kare, hali ko'zim oldan ketmaydi, ishonasizmi? Shunday gulini berganman, shu qiyofa meni, shu yulduzim, shu qolganda nimamda hali. Mana aytdim, yana ham muhrlangan. Muhabbat masalan 100 darajatda muhabbat bo'lsa, unda 10 ming, 100 ming darajatda muhabbat bo'ldi. Bu muhabbat 100 mingga oshdi-da. Hali ko'rganim bitta tabassumi menga, qo'limdan gulni kulib olgani bo'ldi. Menga dunyolarda bir nima deydi, o'zimga kashf qildim-da Yulduz Usmonova. Endi men uxlalmasdan 16-17 yashar qiz o'sha paytda ham baribir yozar ekanman she'r yozib, xayolimga kelmasdi. Aytayim, qachon bir xayolimga keldi. O'sha Rossiyaga borib, Rossiyada ishlab, bolalarim olib ketganman, havallarim bor. 17 yil turmush qurib, turmushim bo'lmagan. Endi mendami ayb, sendami, endi yor degandek, qaysi birimizda aybni Alloh biladi. Lekin yaxshi bo'lsa ayol kishi yashaydi. Ayol kishiga gul bermasangiz ham, pul bermasangiz ham, mehr berib shirin gap gapirsangiz, sizni qulingiz bo'lib beradi ayol kishi. Men bilaman, chunki men ayolman-da o'zim. Shunday bo'lib, turmushda har xil narsa bo'lgani uchun men bolalarni olib o'sha birinchi xo'jayinim Rossiyaga chiqib ketdik, atta ishlab, kelganimizdan keyin 3 yil birga ishlab ketibmiz. Keyin shu 50 tami 60 ta she'rni kitob qilib chiqargim keldi. O'rtag'im bor Lola, shu 23 yillik do'stim, hali gapiraman, u qiz hali yonimda. Ne do'stlar kelib ketdi, ne suv tagida qolib ketdi, ne shamolda uchib ketdi, lekin bu qolib ketdi oldimda. Shu qizga she'rim bekitib qo'yardim. Nimaga? Uyda erim ko'rsa uni yirtib yorardilar-da. Borib ishlab, boshqa bo'ldi. Rossiyada ham qiynaldik, oson bo'lmadi. Sizni Rossiyada gastrobayter deyshadi, shuni bilasizmi? Bizni masalan Bag'dagi bir bunday osmondagi odamlar, "Sen gastrobaytersan" deydi. Bu musofirlikni ham Alloh har kimga bermaydi. Musofir odam oddiy odamdan bir pog'ona baland yuradi Allohga nisbatan. Mana nimalarga Allohga yaqin yuradi bularga nisbatan Allohning oldida. Shuning uchun biz ham mayli gastrobayter bo'lsak ham 10 yil, 11 yil biz o'shda ishladim. Pol yuvdim. Shunaqa kunlar keldi. Hojatxonalarni tozalagan vaqtim bo'ldi. Shunaqa kunlar keldiki, kampir qaradim. Kampirni hamki bitta yerda, bitta joyda yotgan pamperslari bilan o'sha siydigu axlatlar bilan yonida turadigan kampirni qaradim. Shunaqa pul topish oson bo'lmadi. Aytayapman, men mehnatni yaxshi ko'raman. Yaxshi mehnatimga yarasha, yaxshi meni pulini berib, yaxshi oylik qilib, yaxshi taqdirlasa, men yaxshi ishlayman. Bitta narsa, uborsa bo'lganda ham nomer 1 uborsa bo'ldi. Ishonasizmi shunga? Hojatxonalarni yuvib yo idishlarni yuvganda posudamoyka bo'lganda ham nomer 1 posudamoyka bo'ldim. Chunki o'shanda ham butun, nima deydi,
eng pokiza nimamizga deb o'rislar bilasiz tez rag'batlantirib turadi. Men juda ko'p olganman почетный gрамота shu ishim bo'yicha, ishonasizmi? Shu ishim bo'yicha men juda ham ko'p mukofot olganman Rossiya Federatsiyasida ishlab. Rossiya davlatini o'zida shuncha men nom qozonganman. Keyin ben ishonasizmi shu pollarni yuvasiz va hali bir antiqa shvabralar hozir bizga ham yetib keldi. Ular shunaqa bo'ldi, yuvsam odamlar bo'lsa ey xudoyim, men mana birar kun mana shu odamlar o'shab kafega kirib o'tirarmikinman, maza qilib o'tirishman, bularda hozir oyog'im tayin artib yuraman. Shunaqa artib yurardim, rost. Men qilgan mehnatimdan uyalmayman. Hech qachon uyalmayman, chunki mehnatni qilsangiz, siz o'shani sidqidildan qilib, duo qilib qilsangiz, Alloh sizga beradi-da. Men shuni o'zimda ko'rdim. Men shuning uchun hech qachon haligi pol yuyayotgan odamlarni ko'raman, ko'chada mashinamda ketyapman, mashinadan to'xtab, "Hormanglar bolalar" deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb bir og'iz shirin gap o'tib ketib, xursand bo'lib qolishadi. Ularga bu shirin gap kerak-da. Bizga ham xuddi shunaqa, unisi ag'da turtardi Rossiyada, bunisi bag'da turtardi. Bitta meni plus tomonim bo'ldi, yutib ketdim rus tilini yaxshi bilganim. Rus tilini yaxshi bilganim, bu xarakterim o'tkazib qo'ydim o'rislar joy-joyiga. Keyin dokumentim topshirdim. Разрешение работа degan narsa bor. Chiqqanidan keyin shuni qo'limga oldimda, shuni ko'zimga ko'ringan pekarniga ishga kirdim. Kirdim, sraz aytdim, ishlaganmisan? Nima? Ha dedim, nimaga aytayman? Chunki men uyda har kuni xamir ovqat qilardim. Men uchun xamirni ko'zimni ochib yumib qilib qo'yadigan ishim. Ish emas men uchun u. Men har kunlik ishim-da endi. Ha dedim, keyin qilib ber dedi. Xamir qarsam xamir turdi. Nima lipich qilib berdim. Uni dedi, buni hammasini qildim. Всё dedi, sen ishda qolasan dedi. Kel dedi ertadan. Keldim, nochda ishladim, den desa denida ishladim. Hamma yo'lda qildim. Sekin meni starshi qildi. 3 ta 4 tagina odamga bo'lsa ham starshi bo'ldim. Ertalabda отчет topshirdim, kechqurun oldi, qabul qilib oldim. Sekin attan ishlab, keyin o'sha yerda Ashan degan katta magazin bor edi. O'sha yerga ham bordim hatto. Batdan xo'jayinim aytdi, bu juda uzoq bizga, 2 tadanga chiqib borasan, 2 soat yo'lingni o'ziga ketadi. Endi xo'jayimga bepul joy bering, o'sha yerga kelib o'sha yerda yashashimiz kerak biz. Keyin ha bo'pti deb atdan kelib Ashan degan magazinga kirdim. Magazinni pishiriq joyiga kiretsam olmayapti. Pishiriq joyi olmadi. Keyin qarasam o'zbeklar ko'p pol yuyapti, anaqa narsalar taxlayapti magazinga, ras upakovщик dedi. Hammasi o'zbekmisan? Ha dedi. Mana shunaqa upakovщикka olarmikin desam, kiring dedi. Kirsam, yo'q, pol yuyasan dedi. San upakovщикka olmayman dedi. Mayli dedi. Oyligini ish bilsam $500 u paytda, 15,000 rubl. Dollarlar oshmagan 3,000 anaqa edi, $3,100 edi. Keyin xo'p dedim, unda ham magazinda pol yuvib boshqa qilib qiynalsak ham ishladik-da. Keyin bir kuni bunday galereyasi bor-ku, o'tib ketsam, требуется продавец deb yozib qo'yibdi. Rus tilini yaxshi bilaman. Keyin halinga telefon qildim, Lena degan qiz. Nimaga desam, shu kislorodniy kokteyl qilib sotasan dedi. Qilalasanmi dedim. Ertaga kel dedi. Bordim. Dokumenting bormi? Ha, bor dedim. Ko'rsatmadim. Dokumentim tugab qoldi srok. Ha, bor dedim. Keldim, ishlab bir marta ko'rsatib berdi. Bo'ldi, ishladim. Ana shu yerda tinmasdan 2 yil ishlabman. Uyga ham bormasdan qizimni olib keltirdimda ishladim. 800-900 ming dollargacha tushirdim oyiga. Endi yaxshi oson ish, o'tiraman, kokteyl qilaman, ichaman, magazindan olib chiqaman, chekini qo'yib qo'yaman, hamma yo'lda как положено qildim, отчетini topshiraman. Keyin o'sha O'zbekistonga ketadigan vaqtimiz bo'ldi. O'zbekistonga ketadigan vaqtimizda u paytlar mana plazmali televizorlar deymiz. Hozirgi sens anaqa televizorlar yo'q edi, O'zbekistonda yo'q edi. Endi necha yil bo'lyapti? 12-13 yil. Haligina oyligimdan olibman, qo'yibman. O'sha hali xo'jayimga berilgan vagonchik bor edi, taxtadan uy bilasizmi. Hamma podarkalarni o'sha yerga to'pladim, boshqa qildim, qizim oldimizda. Xo'jayinim bir ish bilan O'zbekistonga ketdi. Bir payt ishxonada o'tirsam, qizim telefon qilyapti. "Aya, uyimiz yonyapti." Nima deb shokka tushib qoldim. "Qat yonyapti" desam, "Shu biz yashayotgan vagon yonyapti" dedi. Hali hozir svet bo'lmasa, generator deydimi? Generatordan o't chiqib ketgan. Uchib borib shunday borsam, o'sha kulda hech nima yo'qda, hamma yo'q, ichida kiyim, hamma olgan sovg'alarim uyga, bolalarga, o'zimga, hamma olgan narsalarimiz yer bilan bitta bo'lgan. Ana sizga musofirda holi. Endi ko'ring. Ishlab yana aytdim, endi yana 6 oy kechiktiraman dedim. Yana xuddi o'sha narsalarni Alloh berdi, yana boshqadan ishlab topdim. Ishladimki, 2 ta ish qilib oldim, yana bitta ish olib oldim. Chunki o'shalarni men joy-joyiga qo'yishim kerak. O'ta o'g'lim bor edi, Javohirim qolib ketgan o'zi. Maktabda o'qiyotgani uchun, qiz bola yig'lagani uchun biz qiz bolani maktabidan 1 yilga ruxsat so'rab, o'sha yerda birorta rus maktablarida o'qitaman deb oldim. Vaholanki o'qitalmadim. Chunki atta har kim bolasini olmaydi. Mana shunday qilib O'zbekistonga kelganimizdan keyin
hali hamma voy Rossiyadan kelibdi, Rossiyada pul ishpirib keladi deb o'ylashadi. Hozir menga birontasini ayting-da Rossiyada deb. Ming siz maqting, men atti sharoitini bilaman. Men ishonmayman gapingizga. Chunki atti issiq sovug'ini men yedim-da. 3 yil ishlab keldik xo'jayin bilan. Qarshi yana adabida boshlandi kaltaklar, yana shu taziq o'tqizishlar keyin aytdim, yo'q men yashamayman. O'ldirib yubor yashamayman dedim. Chunki men bir marta sabr kosangiz to'ldi. to'lgan edi. Men o'sha to'lgandan keyin ham yana bir 3 yilmi yashadim. O'zimni 4-etajdan tashlab yuborganman. Shu darajada xo'jayinim qattiq urib, qattiq taziq o'tkazib, ezib, moralni ezgandan men ko'zim eshitdim, ko'rmasdan o'zimni tashlab yuborgan. Rossiyada bo'lganmi yoki O'zbekistonda? O'zi Kirgilidagi o'sha Farg'onadagi 4-etaj uyimni 4-etajdan tashlab yuborganman. Qanaqa bo'lgan holat bu? 3 kun, 4 kun postiyana g'ija qilib urushib yurdik. U desam, u deyapti, bo'lsam qo'shniga chiqsam ham janjal, urush yo bir xullas kalom qildan qiyiq topadigan, urush qilaman deydigan odam hali svetni o'chir, yoq o'chir, kimga yoqyapsan degandanda, bilasizlar, askiya bor shunaqa. Xuddi shunaqada hali kaltaklayman degan odam baribir kaltak qilar, uradi, urush qilaman degan odam baribir urush qilar ekanda. Shuning orasidan urush bo'ldi, janjal bo'ldi, yana bir narsada qo'shniga chiqib ketdim, kelsam yana to'palang, janjal, keyin urib ketdi endi. Endi bu hozir uncha esimdan ham chiqib ketdi. Taqir urib ketgandan keyin qizim yugurib yopishdi. Ay dadasini oyog'iga, mangamni yopishdi. Dada urmang dedi, Niluda oldida shunaqa itarib yubordi. Qizim 5 metr zal bo'lsa, bu burchakda turgan bo'lsak, o burchakda bunaqa tumba bo'lardi bilsangiz, oldin televizor qo'yilardi ustiga, hali katta televizor. O'sha tumbaga borib shunday boshim bilan tushdim, aytamdi, qonga qon, men bildim, o'sha uzoqdan turib ko'rdim, qon oqdi. Keyin endi o'sha hali qizni hali ahvolda ko'rgandan keyin men o'zimni to'xtata olmadim-da. Shunaqangi bo'kiribman. Hali koridorga qochib chiqdim. Koridor uzun, to'g'riga qarasangiz, veranda. Aynaklari katta ochiq kirayilgan. Endi kiraylar yuvib yayuvdim. Paytda mashinalar yo'q, qo'lda yuvgan paytimiz. Shunaqa yugurib men yerga kelibmanmi, yo men koridorga tushib qolibmanmi, endi uryapti, tepyapti. Men shu kuchim bilan shunaqa ushlayapman, juda ozg'in edim, juda. Shunaqa ushlab turib, ko'ylagini shunaqa yirtib, shunaqangi tepdim, qatdan kuch keldi bilmayman-da. Gursumosdek odam manaqa bo'lib ketaverdi. Farzandingizni ko'rgan ahvoli Ko'rdim, sizga kuch ahvolda bergan. ko'rib, men o'zimni kaltaksa ham, ursa ham, umuman ishtimaga e'tibor bermayman. Yig'lab o'tiraverardim. Ey Xudoyim, men aybim nima, mayli deb yana indamay o'tirib, haliga qizimni, qiz bola, men shunday eshitganmanki, qiz bolani dadasi ursa baxtsiz bo'lib qoladi deb miyamizga quyib qo'yishgan. Mani qizim sen baxtsiz qiladigan, men baxtsiz bo'lganim yetadi. Endi qizim ham baxtsiz bo'lsinmi seni qo'lingda deb shunaqa kuch kelib ketdi-da. Endi men hozir urib o'ldirib qo'yadi deyapman. Qo'rqqanimdan tor yugurib ana shu yerdan shuna tashlab yubordim o'zimni. Tapcham bor, verandada 6 metr tapcham bor ekan. Bor, bizda o'g'lim mana shunday qilib o'tirgan. Men o'g'lim qayerga yo'qolib qolganini ham bilmay to'palandi. Shunday o'tirgan. Bunisi 4-sinf, bunisi 6-sinf. Bunday o'tirgan ekan, men tushib ketsam, "Ayya" deb u ham orqamdan tushib ketayotgan bo'lgan, uni tursimni shortigidan shunday ushlab, xo'jayinim shunday o'tkazib qo'ygan. Orqamdan uchib chiqdi u. Shu tushyapman, lola deganini eshitdim. Endi kim qanaqa bunday toshni tashlasangiz ham, gugutni tashlasangiz ham tezda tushadi. Endi men yetib bormayapman-da yeriga. Shunaqa sekin tushyapman, shunday qarasam shom payti. Shom. Kimlardir sveti yoni, kimdir o'chiq g'ira-shira payti ekan. Shuni tushib birinchi etajda tomi bor edi, uzunroq kazerovka sharaq qaytib tushganman. Tushganda na og'riq sezdim, na bir narsa sezdim. Qop-qorong'i joyga cho'kib ketganim bildim. Qorong'ilikqa tushib ketdim, chuqurga tushib ketdim. Mana shunaqa deb o'yladim. Men dedim, hozir qorong'i chuqurga tushib ketdim. Endi to'palang va u bo'lib ketgan, ana nima endi o'zingiz bilasiz, hamma qo'shni o'zbek, taqara tuqur to'palang. Men hali joyda yotibman-u, hali qorong'ilikda meni kim sug'urib olar ekan? Men o'sha o'ldim-da men. Men shunaqa deb o'yladim. Men o'sha o'ldim. Hali odamning tanasi o'ladi, ruhi o'lmaydi-da. Men shunaqa deb o'yladim. Men tanam o'ldi, men lekin hech nimani his qilmayapman. Faqat hali qo'rquv bor. Qo'rquv bor. Ko'zimni ochgani qo'rquv. Qanaqa qo'rquv? Ko'zimni ochgani qo'rqyapman. Keyin meni kimdir ko'taryapti. Qanday ko'taryapti? Meni birov chuqurdan olib chiqyapti. Yana qo'lida tushirib yuboryapti. 3 marta shunaqa bo'ldi. 3 marta yorug'likda yuzim ko'rdi, yana chuqurlikqa tushib ketdim. Aytaman, men o'libman demayman. Men o'sha yorug'likqa chiqolmayapman dedim. Chiqolmayapman dedim-da. Men bilasizmi, men oxir gunoh qilganim yo'q dedim.
chunki man hali taziq o'tqizish parrandaga ezishlarda qurboni bo'ldimda. Man shunaqa deb o'yladim o'zim. Man qurbon bo'lib ketdim mana shu hayotdan deyapman. Keyin birdan keyin Allohga nola qilaman deb turgan bir paytda birdan meni yorug'likqa olib chiqishdi. Shunday yorug' yuzimga yorug' bo'ldida, odamlar vala qulog'imga kirib aytib, ha, odam o'lsa ham ko'zini ocholmaydi-yu, lekin qulog'i eshitadi deyapman-da. Hali shunaqa deyshadi-yu. Nima o'qilmaguncha quloq ochiq turadi. Gapirishyapti. "Voy Lolaxon, sizga nima bo'ldi? Hozir yaxshi edingiz-ku, bizgadan chiqib ketdingiz-ku" deb. Hali o'ktampa qo'shnim bor, u gapiryapti. Madina qarindoshim, ammamning qizi ham yonimda podizda turib, "Lola, nima bu?" Hammani gapini eshityapman, deb ko'zimni ochib, "Yo'q, men tiriyman" deyolmayapman. "Ha, demak, men rostdan o'libman" deb. Yotibman, davling ham nolga tushib ketgan ekan. Bu degani odam o'ldi degani. Men keyin tushgan paytimda men bilasizmi, yumshoq ko'rpaga tushdim. Men xayolimda men yumshoq ko'rpaga tushdim. Hali bir joyim og'rib, hozir jichcha o'tirib qolsam og'riyman. Belimda grijam bor, o'sha Rossiyada grija bo'lib qolganman. Hozir og'riyman, lekin u paytda shuna yumshoq tushganman, aytibman, men qana tushdim, meni qana olib ketishyapti, qayerga olib ketishyapti. Erimni qulog'imga ovozi chalindi. Oyog'im ishlamayapti, oyog'im ishlamayapti. Olinglar Lolani, endi ularni ko'targanda bir 10-15 kunda qilib ko'tarib olib kirayotgan bo'lgan. Oyog'im ishlamayapti, meni olinglar. Keyin meni o'sha qo'lma qo'l qilib olib kirib mana yoqqa yerga kandozga yotqizishdi. Skori keldi, milisalar keldi. O'sha skori kelgan paytida ukolda beryapti, mana shu tomirdan qilyapti, bilyapman-da. Nolga tushib ketgan, boqir chaqir uyimizda to'pala. Ko'zingizni oching deyapti-da. Bunday ko'zim ochgan, bunday qarasam, mana shu yerda xo'jayinim o'tiribdi-da yana. Endi hali odamdan nafratni masga tushuntirib beraymayman. Yer bori yetkazmasin, joyi jannatda bo'lsin. Hali odam mana shunday turibdi-da. Yana shunday ko'zim yumda mashta ko'rmayapman dedi. Ishonasizmi? Hozir yana shu odamni ko'ramanmi? Yana o'sha hayotim davom etadimi? Men tirilibman, men o'lmabman, men tirik ekanman deb yana ko'zim yumib yotib oldim. Men ko'zim ko'rmayapti dedi. Sen o'rningizdan turing, nima bo'lyapti? Dori berishdi, boshqa qilishdi. Mahalla komiteti chiqdi, boshqasi chiqdi, hamma o'shda. Keyin endi xo'jayin oldimga o'tirib, "Lola qo'rqitma" dedi. Bolalarim mana shuncha kallalar qarab turdi, bir 50 ta odam. Men shunday menga qarab turibdi, men yotibman, bolalarim qidiryapman, bolalarim ko'rinmayapti. Ikkita go'dagimni qidiryapman shu yotib olib. Ha, ona nima xohlaydi ona? Onamni aytishmagan shekilli deyapman, bilyapman, onamga aytishmagan. Go'daklarimni qidiryapman, go'dagim yo'q. Keyin bunday qarasam, Melisagacha kirib keldi. U sekin o'zimga keldim, suv ichdim, yotibman. "Tuzaymisiz?" deyapti doktor. "Ha, yaxshi. Nima bo'ldi?" deyapti. "Ha, davlengam oshib ketib, mana shu uyda yiqilib tushdim" dedi. Tevadan tushib ketdim demadim. Nima uchun bilasizmi? Shu insonda umri qamoqxonada o'tib ketmasin dedi. Keyin endi Xudo xolasa shundan keyin yashamayman, meni tinch qo'yadi-da. Men hali ajrashaman desam, seni ruhing bilan yo'q qilib yuboraman, o'ldirib yuboraman desa qo'rqar ekanman-da. Hozir hech nimadan qo'rqmayman. Hozir Allohdan qo'rqaman. Hozir uncha narsaga tikka kirib boraman. Hayot meni shunga majbur qilib qo'ydi-da. Nimaga ayol kishi hali nima badjahl zloy bo'lib qoladi bilasizmi? Mana shunaqa kunlarda ko'raverib hech kimga ishonmaydigan shunaqa zloy bo'ladi inson. Keyin mana dedim doktorga, desam, hamma menga bunday qarayapti. Chunki bilishadi-da, yaxshi men tevadan tushib ketdim, men tevadan pastdan olib chiqishdi-ku hamma qo'shnilar. Keyin Melisa keldi, "Nima bo'ldi? Sobirova, nima unaqa dedi." "Yo'q, doktor, men tevadan tushib ketmadim" dedi. "Men tevaga stolda tashlab yubordi xo'jayinim, baqirib" dedi. "Men dedim, manatda o'zimdan ketib qoldim, davling ham tushib ketdi shekilli." "Men davlingiz 0 dedi" doktor. Keyin bitta ham talang yozib beringlar bu qizni o'rniga dedi. Hech kim men yozmayman, hamma o'zini olib qochyapti. Chunki biladi-da, aytib, kriminal-ku bu. Keyin ammamning qizi bor, Madina yozib bersam, "Lola qo'rqaman" dedi, "Yozaver" dedi. "Men o'rnimga yoz" dedi. "Men yiqilmadim, tepadan tushmadim, men stolda. Mana shu yerda ham shu farzandlarimning haqqi, hurmati mana shu insonni saqlab qoldim. Agar hozir shu urug'ni men o'zimni tashlab yubordim, shu aybdorsam olib ketarmidi? Olib ketardi. Endi bu necha yil bolalarim hozir 6-sinf bo'lsa, o'g'lim, qizim 4-sinf bo'lsa, qizim 26 ga kirdi, o'g'lim 28, qizim 27 ga qarab ketyapti. O'g'lim 29 ga qarab, necha yil bo'ldi. Lola opa, bir savolda, nega ayollar o'zlarini mana qurbon qilishadi-da ko'p holatlarda? Yashay olishga ko'zi yetmadi. Hayoti notinch, bilib turibdi. Nima uchun yillarni sovurishar ekan? 17 yil kichkina muddat emas siz uchun. 17 yil men birga yashaganim to'g'ri. 1 yil, 2 yil zo'r yashadim. Undan u yog'iga ekan. Hammada ham bo'ladi, mayli, yomonlamayman men o'lgan odamni. Prosta aytmoqchimanki, menga shunaqa taqdir berilgan ekan.
man eshitmadan man norozi emasman. Nimaga Lekin bilasizmi? sevilib oila Da, qurgansiz. sevib turmush qurganman. Juda ham sevaman, juda ham kuchli bo'lgan sevim. Chunki man degan nalogni boshliqlari suvchi kirgizganda ham tegmaganman. Men shu insonni tanlaganman. Militsiya xodimi edi. Shu insonni tanlab, men shu odam bilan baxtli bo'laman. Men ko'zim shunga yetganda, qandaydir endi bo'ladi-yu, qiz baribir men bir narsani bildim, mana ota-onani bilib bergani to'g'ri ekan-da. Ota-onani yoshimiz katta bo'lgandan keyin bilyapmiz. Ota-onani bilib bergani bir narsani bilmasa bermaydi-da. Mayli, endi u hayot bir bergan taqdiridan hech qachon noli bo'lmaydi. Sizni taqdiringiz boshqa, meni taqdirim boshqa. 17 yillik turmushingizdan afsuslanganmisiz yo Yo'q. afsuslanmaganmisiz? Yo'q, men afsuslanmaganman. Aytaymi nimaga? Chunki ikkita qora ko'z berdik Alloh menga. Ikkita bolalarim bor uchun afsuslanmaganman. Chunki o'g'il dedim, Alloh o'g'il berdi. Qiz so'radim, Alloh qiz berdi. Yana nima kerak menga? Ayting, tarijonim so'q, oyoq qo'lim butun. Ishlasam pulimni topaman. Men ajrashgan taqdirimda ham ishlasam pulimni topaman-ku. Ajrashganimizdan keyin Facebookda yozish mana qilib o'tirsam, Yulduz Usmonovani rasmi tushgan bir profilga ko'zim tushib qoldi. Aytdim, ha, Sabina Marash. Ha, bu ham Yulduz Usmonovani bir muxlisi ekan-da dedim. O'zim Gruziya tashadim. Juda yaxshi ko'rardim. Hozir ham yaxshi ko'raman. Endi u paytda bir boshqacha nimada hali intiqlik bilan Gruziya tashadim. Qabul qildilar. Keyin siz ham Yulduzning muxlisimisiz? Desam, ha deb qo'ydilar, indamadilar. Yana 2-3 kun gaplashdim, ish qilasizlar, Rossiyada bolalarim bilan mana shunaqa konditsiyam ham tortlar qilaman, o'sha tort qilishga o'tdim men, zakazni tortlar qilasiz. Voy, shu tortlar siz qilasizmi? Ha dedim, u she'rlarni kim yozadi? Ha, o'zim yozaman. Mana she'ri zo'r ekan degan bir she'rim bo'lardi. Men shundayin armon bo'laman. Tosh yuraklar aylanar suvga, sizga shunday sog'inch bo'laman, meni qumsab yig'laysiz tunga degan she'rlarim bo'lardi. O'shalarni tashab, voy, mana juda go'zal she'r deb tashadilar. Ha deb, endi oddiy bir odam tashayotganda keyin hali javob yozayotganda qabul. Bir kuni keyin aytdim men keyin, shu darajada siz hamma rasmingizni ko'rib chiqdim, Yulduz Usmonovani siz ham menga o'xshagan muxlisi ekansiz. Shu darajada yaxshi ko'rasizmi siz ham desam, yo'q, men Yulduzda o'ziman deb qoldim. Qatib qoldim. Yulduzda o'zi desam, ha, men Yulduzda o'ziman. Mayli, keyin gaplashamiz. Davom, ishim ko'p dedi, qo'yib qo'y. Anaqa yozdida, anaqa qildi. Keyin aytib, bu Yulduzmi ekan? Davom degan narsani Yulduzdan boshqa hech kim aytmaydi. Boshqa san'atkorda eshitmaganman. Chunki boshqa san'atkor pastda eshitmayman. Eshitaman kamdan kam. Keyin yapman, Yulduz akanda shu yana kirib uyqularim qochdi. Uyga kelib qizimga aytaman, hamma hozirgacha qizimga aytaman derdim. Eng Nilufar deb mana shunaqa. Voy ayya, ishonaverasizmi, internetda Yulduzman, Odnoklassnikda hamma yulduzlarga yozib chiqdingiz, Yulduz bas ayya deb. Mencha soddasiz dedi. Yo, bilmayman, davom. Ay, Yulduzning gapini yodlab olib, davom deyishaveradi dedi. Haftalardan pir bo'lib ketdi. Mayli dedim, bir yana kiradi deb kutyapman 1 kun, 2 kun, 3 kun. Keyin bir payt yozib qoldi yana. Hali Facebookdan, keyin messenjerdan tring bo'lib keladi, bilasiz. Shashilib shunday ochsam, Lola, yaxshimisiz, tuzimisiz? Tez telefon nomeringizni bering, bizga keraksiz, bolalarim aloqaga chiqadi. Nekiga ishondim Yulduzligiga. Ha, men Rossiyadaman-ku, o'zim Telegram nomer deb so'rayapti. Keyin Telegram nomer deb, hayajondan bitta nomerni noto'g'ri ham berib yuboribman. Keyin yana yozishdi. Nima, siz topolmayapsiz, Facebookdan yozdi. Siz Yulduz opamga noto'g'ri nomer berib qo'ysiz. Voy, yo'q, hayajonda bitta nomer noto'g'ri ketib qopti. Keyin yana berib, gaplashib, keyin o'sha 2014 men sen bilan qirolichaman. 2015-yil ekan. O'sha nimada bir Samarqand degan qo'shiq yozilgan. Endi uni 5-6 ta shoirlar so'avtor qilib yuborganlar. Keyin o'sha ko'zimda yosh, kel bag'ri tosh, yosh boshimga nega ko'z yosh degan qo'shiqda aynan naqoratiga meni so'zim olingan. To'rt-qator. Endi mendan baxtli odam yo'q. Men orzularimni osmoniga yetgan inson bo'ldim. Bir ayol uchun, bir yolg'iz ayol uchun, bir nima deydi, bir yolg'iz onani qizi uchun bu narsa juda ham bir katta baxt. Juda ham katta baxt. Kim qanaqa tushirishim, kimdir ensasi qotishimki, ha, yo'la shunga shunchalikmidi? Ha, shunga shunchalik. Chunki men orzularimga yetdim. Siz faqat yaxshi niyat qiling. Siz faqat birovga havas bilan qarang. Hech qachon hasad qilmang, baxillik qilmang, g'ayrlik qilmang, kuykaniylik qilmang. Faqat havasda bo'lingda Alloh berar ekan o'zi. Men kimdir yangi uy olsa havas qilganman. Kimdir yangi mashina minsa havas qilganman. Kimdir chiroyli to'y qilsa havas qilib, voy, bir ham chiroyli to'y, Alloh bizga ham shunaqa bersin, biz ham shunaqa to'ylar qilaylik deb. Vaholanki meni ko'rgan odam bu bunaqa to'y qiladi yoki bu bunaqa yurib keyin bunaqa bo'lib ketadi demagan, hech kim demagan. Ishonasizmi?
Lola opa, sizni hayotingizni yaqindan bilganlar, sizni hayotda yaqindan taniganlar biladiki, bir necha bor qoqilib, yanchilib, balki yiqilib tegirmonga tushib butun tushib, chiqqan ha, ayolman. va yana butun chiqib hayotini noldan boshlagan va 40 yoshida ham hammasini boshqatdan boshlagan. Chunki 40 yoshdagi Lola Sobirova uchun san'at, ya'ni shou biznesdagi san'at begona edi. Aynan qo'shiqchilar bilan ishlash hali u uchun yangilik edi. U orzu qilardi. Hammasini boshqatdan boshladingiz. Ha, hammasi. Va bundan qo'rqmaganingiz, o'zingizda kuch topa olganingiz, o'ylaymanki, bugungi aytilgan gaplar bizni tomosha qilgan ayollar uchun oz bo'lsa-da motivatsiya bo'ladi. Ular qaysidir qiyinchilikni boshdan kechirayotgan bo'lishsa, demak, mana bu ayol ham Lola Sobirova bir paytlar men kabi qiynalgan ekan. Yaxshi kunlarga yetibdi, demak men ham yetaman degan o'zlariga bir kuch topishadi. Odamda orzu bo'lishi kerak. Siz sidqi dildan orzu qilsangiz, sizga butun koinot, butun dunyo jo'r bo'ladi. Uning uchun qalbda faqat poklik bo'lishi kerak. G'arazlik bo'lmaslik kerak. G'arazlik bo'lsin-da, siz niyatingizga yetmaysiz. Poklik bo'lib, Xudodan so'rab, shu mehnatingizni qilib yursangiz beradi. Bir kuni ajr mukofotini berar ekan, men bildimda. Men o'zimda bildimda. Men juda ham ko'p narsam hali to'g'ri kelib ana nima deydi, qanday tushuntirsam, orzularim bitta ushalayotganiga men hayronlar qolaman, yo'q ishonasizmi?